أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: فليتق الرفث والفسوق والجدال. Yani o ihramlık halatı ötkendikken bu Allah'ın bir halat. İhramını buzup sanmaslık yoki to'laydigan ahvolga topqanmaslik uchun qattiq diqqat qilish lozim. Saqlanadigan ba'zi ishlar bor, shundan saqlanish lozim. Falyattaqir rafat, jima va shahvatga munosabatlik gap so'z ishlardan yiroq turish lozim. Bundan saqlanish lozim. Val fusuq, günah ma'siyatlardan saqlanish lozim. Val jidal, jidalgan boshqalardan to'lishib, takallashib, achchiqlashib, saqcha qirizmiz deyishib, bunday qilish. Chunki ada havo issiq, adamjiq, qistonchilik qilib ketadi. Ba'zida saqlash bo'ladi. Odam ochliqdan, arg'illikdan endi asalda urush qilgan holat bo'lg'achqa, shunga diqqat qilish lozim. لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Cima ve şehvetki münasebetlik işler yok. Günah ma'siyatlim yok. Cidalleşme yok. Hec işlerde, hec faaliyetini kıygan çağda bu işler yok demek. Vel muradu en-nehyu an hadihil eşya naqlan ve icma'a. Bu ayetteki la degan harften maksat çekleş. Yani tosaş, kımmadır. Lekin ko'rinishda bunda ish yo'q deb nafiy qilayotganda ko'rsimo, as-siga sigatun nafi wal murad an-nahy. Lekin bu odatda arab tilida bor bo'lsa. Bu manda qimma, la tujadil degan va la jidala desa la tujadil degandan kuchli qildi. Cheklashda sal kuchliroq qildi. Naqlan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahabe kiramlarning naql qilishdimi shunda va barliq olimlarning ijmo'i bilan bu yerda nahiy maqsad qilindi. Farrafathu al-jima'. Rafat degan so'z jimo'ni ko'rsatgan so'z. Va shunga aloqador ishlarni ko'rsatdi. Chunki bir oyatda uhilla lakum laylatus-siyam ar-rafathu ila nisaikum dedi. Rafat ya'ni jimo' va shunga chetishlar. Lakin ihramlı holatda cheklanadigan ishlarning birinchisi jima va shunga chetish. Bu cheklaydigan ishlarni bayon qilishdimi, kitobda oldindan Qur'on Karimda cheklagan ishlarni keltirdi. Va qila dawa'ihi. Yani bir tafsirda rafat degandan maqsad jimaning muqaddimalari, jimaga ilib boradigan gap so'z, sharkat, so'yish va quchoqlashlik bunda ishlar. Vakila yani bir tafsirda zikrul jima'i bi hadratin nisa. Ayollar va sorunda jimaga munosabatlik, shahvatga munosabatlik gap so'z qilish degandan iborat. O'zining ayoli bo'lsa-mu, ihramli holatda o'zaro jimaga munosabatlik, shahvatga munosabatlik gap so'z, chaqchaqlikni qilmaslik lozim. Başka ayollar, masalan, ağın birodarlarning bir necha oila, ağın birodarlar va uning ayollari arasida ajralib tonish bilishlar Uyg'urlarda shunda işte bağı o'zaro o'tirib Qur'on o'qidigan. Shu so'rildi unda chaqchaq, shahvatga munosabatli gap so'zni qilmaslik lozim. Va qila al-kalam al-qabih. Yani bir tafsirda sad gap so'zlar. Bu tafsirlar hammasi İbn Abbas radhiyallohu anhu va boshqa sahoba va tabiinlardan iborat mufassirlardan kelgan. Wal fusuqu al ma'asi. Fusuq degan aslida mana dindan chiqayotganligini bilib, tasaq. Bu gunoh ma'siyatlar, umumiy gunoh ma'siyatlar. Bu zohiriy gunoh ma'siyatlar emas, ichki dunyosidagi shunda illatlarni ko'rsatgan, gunohlarni ko'rsatgan so'z. Riyaxurlik, g'aybat, takabburlikdan tortganmiz chirikdi. Va hiya haramun. Mush gunoh ma'siyatlar haramdir. Va fil ihrami ashad. Ihramlik holatida texmo ig'ir buning gunohi. Nima uchun ig'ir? Chunki ihramlik holatida odatda mubah bo'lgan ishlarni qilmaydigan holat. Alloh taolaga yelinib, Alloh taolaning rahmatini ko'zlab
alohida bir safar qilayotgan bir ahvol bo'lg'achqa, bu bir. Ikkinchisi, haram doirasiga kirdingsa. Ihrom bo'lgan kishi bir yer bo'lganchada haram doirasiga kirdi. Undaqki ihromni holatninki ig'irligi bir, haram doirasiga kirganlikning ig'irligi ikki, uchinchidan haram oy kunlar bo'lg'achqa uning ig'irligi 3 qat ig'ir bo'ldi. Ba'zi 2 qat bo'lishi mumkin, ba'zi 3 qat bo'lishi mumkin. Ayam bir oyatda deydigan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ay ashurul hurumda o'zingiz zulm qilmanglar dedi. Boshqa shaqda o'zingizni zulm qilish harom. Lekin haram oylarda texmi ig'ir haram va qattiq ta'kidlandi. Yana bir oyatda va man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min adabin alim. Haramda qilgan gunohlar ig'irlashganligini ko'rsatdi. Zulm qilsa, uning haramda zulm qilsa, yana shu haramning ichida namoz o'qilganlar harakat qilishib, ajrimni ko'paytirib beradi. Masalan, afrikalik ba'zi hajlar qilishi mumkin. Tavafni qilganda ishtirib, jeyniklab yoki Saudiyaristonning ko'ngil qarab badaviylar qilishi mumkin. Bu sahroyi badaviy bo'lgan ekan, ular tam o'g'ilmaydi. Agar anda nadonlik qilsa, uni bir qo'shib keltirib, madaniy usulda o'zini tatbiq ular tam olsa bo'lmaydi. Bu yerda hozir wala jidal degan san haqq bo'lsangmi, haramning va haram oyininki hurmat uchun biz qo'shib qo'yibsa degan gap. Mesela ro'za tutgan chog'dimi, birisi tillab qilsa, Allohumma inni soim. Men seni tillamayman deb qilmizga, shunga o'xshash, undan da qo'yib berish lozim. Faqatlanda urush doirasiga kelsa, rasmiy o'ttirib doiraga kelsa, dushman ayında hujum qilsa yoki birisi shunda o'ttiribman deb shu chog'dan janni qo'g'dash uchun tutish lozim. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. Bu nayte ağır işler. Şu an ayette nasıldan müslüman tizleket koydu. Acili bununla dikkat kılmaydı. Şu Eren'nin ikinci kayıtlığı gümbezden aslı kirevler oturup baş bütün gayret şikayetine. İkinci hutunu öleşteyimiz onun başka aşama hutunlarla münasebet kep sözlerini ticarette münasebet kep sözlerini hatta uyargı gayret şikayetlerden şu devletlerin reislerden tatip hiç kalsak kalmaydı. Şimdi maqsad şu iş kelgendik endi qildirilacak. Şomuş işlerden saqlanish orqali ihramni qo'llash lozim. Wal jidalu al mukhasamatu ma'ar rafiqi wal jammali va g'ayrihima. Jidal degan jidal talash tortish, urushib qilish, to'lishish degandek mazmunlarni o'z ichiga olsa, masalan hamsafar bo'lgan yo'ldosh degan. Yo'ldosh degan so'zni desak, kommunist chiqib qoldi, lekin bu asl tigida shu hamsafar degan bo'ldi. Rafiq safardishi, hamsafar bo'lgan hamroyi bilan ya o'rin talishib qoldigan yoki yataqdishi deymiz, shunda kishilar bilan surkilish paydo qilib, to'lishib qoldigan, ochilishib qoldigan bunday ishni qilmaslik lozim. Wal jammal taksi burundan to'gichi yo'lda hozir taksi Kirakesh medan to'gichi debdi va g'ayrihima va undan boshqa kishilar bilan talash-tortish qilib, tillashib, saqchiga boradigan darajada yoki tutishib yaqamaqdan erishib ketadigan darajada talash-tortish qilmaslik lozim. Lekin masalan ilm so'rovlari bo'lib, ilmiy bas munozara qilib, haqni to'ntib qo'yish uchun, tushuntirish uchun, ma'qulot tashimiz xato, to'g'risi bu sunnat xilof yoki ihramli holat cheklandi deb, yo'q cheklanmaydi, cheklandi chunki hadisda manda bor deb al-jidal billati ahsan bu al-amr bil ma'ruf nahy anil munkar da'ishtirdi. Jidal g'ayr mazmun. Qala va la yalbasu qamisa. Ko'nglik kiyolmaydi. Ba'zi kishilar asmay kelib unisiga qisqartiradigan ahvol bo'lgan. Va la saravila ishdan tambal kiyolmaydi. Ishiga
ko'sarmi kiyolmaydi. Bundaymiz ko'sarni kasadaq demdi. Kaltishdan ya kasadaq yoki ko'sar. Ba'zi kishilar shuni uqmay, ehromga tushib ketib qolsa, sadaq chiqdi deb ishiga kaltishdan kiyoldi. Wala sarawila. Sarawil bir qarashda farsi tildan kirgan so'z, arabchilashib ketgan deb qaraydi. Ko'plikka saravilat. Ya'ni bir qarashda sirval, saravil deb arabchadan chiqqan deyish mumkin. Ko'pchilik nahvshunoslar masruf deydi. G'ayri munsarif emas deb qaraydi. Shuni saravilan deymiz. Ko'pchilikning qarashi bo'yicha. Az bir qism nahvshunoslar g'ayri munsarif deb. Wala imamata sallama yo'g'onmaydi. Wala qalansuata doppa tumaq bundan narsa kiyolmaydi. Ya'ni beshiga bir narsa qattigan beshini o'chib qo'yib qo'ydi. Wala qaba'an. Qaba degan tonmi kiyolmaydi, yaktakmi kiyolmaydi. Wala khuffayn. O'tak, masa, qo'njilik kash bularni kiyolmaydi. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlık kişinin muşunda kimlerini kiyişini tosqan. Muttafaqun alayhi hadisda an ibn Umar radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqala ma yalbasu al-muhrim faqala la yalbasu al-qamis wala al-imamata wala as-sarawila wala al-burnusa. Burnus degan Marokashlikning kiyoldigan qalpoqlik tonning o'zida unda qalpoq bor. Burnusni yoki baranas ko'plikka uni kiymaydi. Wala thawban massahu za'faron. Zapa bilan bo'yalgan yoki xushbo'ylangan kiyim-kechakni kiymaydi. Wala al-warsu wars degan zarchiva. Shu ahkamning ba'ziga chiqdi. Zarchiva bunda siriq bo'yaydigan bir nima masalan kurkum deyish mumkin. Faman lam yajidun na'layn qo'njisiz kash topolmagan kishi falyalbasul khuffayn. Shu qo'njilik kashini o'tkini emasni kiyarsin, lekin wal yaqta'huma hatta yakuna asfala min al-ka'bayn. Lekin uni o'shlidan to'rrak qilib kesatson. Ya'ni qo'njisizda qilib ham kesatimiz. Ba'zi ulamolar kesatsak ziyon bo'ldi, ashundan ham kesatsak bo'ldi degan bor. Ba'zi Rasululloh kesatsan degani keyin kesatsa. Bu ham faqat undan boshqa kash topolmagan ahvol. Ya'ni ihramlik olib kiydigan kipish ya kash topolmagan ahvolda andan shu bakashni kesatib ham qo'shni to'm bo'z bo'ldi. Endi ulamolar Ka'bayn deganning izohatidimi chiqil qarashdi. Ka'b degan so'z biz bildigan shu o'ngga so'l taraf turgan o'sh shumi yoki abuga chigadigan putning dumbisi shumi. Putning oldida dumboq chiqdi va yo'g'i. Ka'b degan asosan bunda chiqib turgan narsani Ka'b deymiz. Shu Ka'bami shunga atalgan. To'rt burchakda chiqib turgan uyda ko'rgan degan Ka'ba deb atalgan. Qo'njisiz kash bo'lsa buldi deymiz. Oyoq qo'lida tikkan bo'lmaydi. U burunqi vaqtda tikmasa oyoq bo'lmaydi. Cho'qim uni mo'zuz tikmasa yoki bir odam o'zi tikib olmasa oyoq bo'lmaydi. Balki jipda bir narsa to'qsa oyoq bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kashning sharti jip bilan ya mo'zuzunda to'qigan bo'z bo'lmaydi degan shart yo'q. Faqat o'shning aslida oyoq tutmangda üst taraflari o'chib turgan bo'lsa demakdir. Yani eng aqalli bir narsa kiydi degandek. Unda shart emas. Unda shart emas. Agar shart deydigan bo'lsa, hadisni dalil keltirish bo'ldi. Shafiylar shart deydigan. Shafiylar misalni ma'noda misallarda turadi. O'rtacha o'ch qo'ysa, mana tushunki yo'qlar. Balki ular burunqi shu na'l degan narsalar ashunda bo'libdi deyish mumkin. Lekin bu yerda nima qo'njilik oyoqni sen qo'shning asli qadar kesatsan bo'ldi degan gap shu aqimo nimasi deymiz aqdika apqutini kesatmaymiz. Apqut deymiz. Apqutini kesatmaymiz.
agar o'shiqning ostidan kesib o'tsa deb oqini nima qilish bo'lib qolsa, oqini o'shiqning tiyidimi kesib o'tsa deb qo'ydi o'sha. Unda deganligi tapan demaymiz yani. Bunu so'njaq deymiz, lekin Qashqarda uni ismini bilmaydi. Xotanda so'njaq deymiz. Al-aqib. Xotning oq tarafi. Ash oqninki udili. Bu endi islomninki hammasini qulay, murakkablashtirmay, ishlarni bir yurgizishli iborat. Bu zal buni kimsanmas, bu odamning boshqa oyog'i yo'q. Ya do'kon yo'q, ya boshqa ortiq oyog'i yo'q. Bu safarda ya cho'lda ketib qolgan, qanday qiladi? Ya aeroplandan emas. Yarim bo'lmas. Qanday qiladi? Ajabda kesib plan mana yerdan gap. Arabidimiz kelib masjidga kishi taraf qilibdi. Bir kishi sudga qilsam shunday amal qilgan gap bo'lsin. Oyoq keyin Mağazası kemiş buldu. Lekin putu ağrıydı. Ya bir narsa taşçılık tutdu. Mayli. Yalan ayak mağazamaydı. O'zining ixtiyori. Kashki shart emas. Bu odatda kashki ehtiyoj bo'lgandikan, sen kashkisi lekin o'shqdan hal qilmagan, o'shqning to'nida kashki sadimiz. Bo'ldi. Baş o'shq. قال فإن لم يجد إزارا فتق السراويله فاتزر به. مش هنا مثلا أصلا ما القصة عبارة. فإن لم يجد إزارا فتق سراويله فاتزر به. إزار تپامتن. بلمن أصلا يجدغان أجباش لونجده كراك تپامسا. قندا قلدو. ميقات keldi. Ehram bağlama üstü bir koyqan kıldıgan gap. Yoki qapqas oldu emralardan. İştanni yirtiblam, ulab bir-birga yo'yg'asi bo'ldi. Ashunda yo'yg'ola olgan ishdan bo'lsa, yo'yg'asi bo'ldi. Va illam yajid ridaan shaqqa qamisahu fartada bihi. Ushqa atilgan jipach raqtabamay qolsa, ko'nglikini yirtiblam, ulab rida qilib ustiga atib oladi. Va illam yajid na'layn kash topamasa yaqta'ul khuffayn asfal al-ka'bayn. O'tagi qunjuluq oyoqlarini boshqaning ostida kesiblam kiyib oladi. Lianna hadhihi al-ashya'a takhruju an lubs al-makhit. Chunki bu narsalar oshna buzutib kelgan kiyimlar, kiyim deb atakan tikilgan kiyim darisidan chiqib ketadi deydi. Masalan, ko'ylakni jitiblam bir parcha raqs shakliga ekeldik. Ishtanni bir parcha raqs shakliga ekelsak, bu tikilgan kiyim emas. Kiyim deb tikilgan narsa emas. Bo'lib raqs darisiga o'tib ketadi. Qo'njilik kashimi, qo'njisi kash darisiga o'tib ketdi. Va vallazi yaqdiru alayhi. U kishining imkoniyati shunchalik, shuni qila oladi. Va taklifu bihasbi at-taqa. Alloh taolamo bandalarni kuchaytirgan ishlarga buyuradi. Ya'ni bu Maturidiya aqidasi. Yani teklif bima la yutaq, yoki teklif bil muhal, jaiz mi jaiz emasmi degan masalada Ash'ariylar jaiz. Qilinmaydigan masalan sinab baqish uchun buyurishi mumkin. Desa Maturidiylar qilinmaydigan buyurmaydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث Hadisning oxirida Ibn Umar radhiyallohu anhu ihramlik haltidagi kishi mushu kiyimlarni kiyib bo'lmaydi degan hadisning oxirida shunday rivoyat qilgan. Illa an la yajida an-na'layn fayatta'al khuffayni asfala min al-ka'bayn. Qala wa in alqa ala katifayhi qaba'an jaza. Qaba degan to'n yektek tutuq. Rida bo'lmasa to'n tek bir narsani ya chapanlik bir narsani kiyolmay chiki yangi qo'lni tiqayapmiz. Bunda kiyolmay qisqa bunda atib oldi. Shuni ham atib qo'ydimiz. Ay rahtak qilib atib olsa bo'ladi deydi. Ya bu chapanni ya ko'nglikni buzib kelmabdi. Bundan ham atib qo'ydik. Ma lam yudkhil yadayhi fi kummayhi li'annahu hamil. Chunki bu uchini ko'tarib olgandek, uch tashlab qo'ygandek. Lekin kelgan holatda emas, kiyog'icha emas, tashlab qo'yg'ichi bo'ldi. Ehramlik qo'lga tekkan ham almashtiradi. Ma kiyimga munosabatlik
Məsələlərdən ayollarınki ehramlıqda kesib bulduğan kiyimlərlə erlərinin fərqliq. Bu kitabda erlərinin bilan bayan qılıb məğduğa. Ayollar adətdə şu kiyilən kiyimini kiydi. Erlərlə fərq şu. İbn Ömer radıyallahu anh'ın müşübbizdə bayan qıqadisinin axırda yaqtahıma əsfələmin əl-Kəbəyn dediği şunun axırda İbn Ömer radıyallahu anh'a şunda degen. Bu sözü aşedisinin ayır oluşu mümkün. İbn Ömer radıyallahu anh'ın özünün sözü oluşu mümkün. وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةِ Ayollar yüzünü yüğü asılmaydı, niqabını asılmaydı. Ondan وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ Pələk yuvası bulmaydı. Yani bir mazette pələk yuvası buldu da parayı ayollar. Fakat yüz meselesi ayollar yüzünü yuvası bulmaydı. Yüğep qalsa bir nəsli çünkü olsa qan kilidi. Qan kilidi. Bu ayollar adət diqqət qılmaydı bununla. Ayollar niqab taqab mana yurdu. Niqab taqab mana yurdu. Əksi var depla. Lakin əksinin üstə əsli qayda yüzüge bunda bir nimani tashlab qo'ydi. Resmi niqobdek bunday olmaz. Da biz buni tashlab qo'ydi. Er kishilar bayada o'tib ketgandan keyin echib turadi. Tigadi davomli qilmayga oldi g'ashti bor. Ya ayollarning xos joylari yo'q hozir. Bu yatta kishi ba yo'qdi bo'lish. Agar yatta kishi ba'ular shunda yuziga bir narsa tashlab qo'y deyli. Yoki bunda romanlarda tutulg'ish bog'i vaqtli. Undan qildi. Qilgandan keyin yatta kishi yo'q yoki kelgan chog'da niqob chiqarib tutishchi qon keldi degan. Yana ayollar oltin, kumush va kaza zibuzinnat ishlasi bo'ldi ehramli holatda. Jipek kesimi bo'ldi. Sahih Buxoriyda وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ Asfır diye zaranzının çeçki, aczabaga o'xshaydi. Shuningdek, shunda kiyimlarni bo'yaydi. Bo'ygandan keyin buningda bir xil xushbo'y puroq va rang paydo bo'ldi. Hazrat Aisha ehramli holatda shunda zaran chechkida bo'yalgan kiyimlarni kiygan deb Sahih Buxoriyda qalat wala talatham og'zini yuvmaydi. Ba'zi ayollarni qoppangan modan yuvdi. Tek davomli qilgan og'zini shunda yo'q maska bilan yuvmaydi degan. Wala tabarqa burqa deganmi niqob. Yuzini niqob bilan yuvmaydi. Wala talbasu thawban biwarsin wala za'faran. Zafa bilan yoki zarchiva bilan bo'yalgan kiyimni kiymaydi. Lekin zaran chechki bilan bo'yalganni kiydi. Shunami farqlandirdi. Yani Sahih Buxoriyda Jabir radhiyallohu anhu dedi, la aral mu'asfara tiba. Men zaran chechki bilan bo'yalgan kiyimlarni xushbo'y deb qaramayman dedi. Bunda ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Hanifi mazhabda xushbo'y hisoblanadi. Shafiy mazhabda xushbo'y hisoblanmaydi. Yana Sahih Buxoriyda dedi, "Va lam tara Aisha radhiyallohu anha ba'san bil huli." Oltin zibuzinnat taqsi bo'ldi deb qaradi Hazrat Aisha. Va thawb al aswad. Qora kiyim kiysin bo'ldi. Yani ahkim şart emas ayollarimiz. Erlarimiz shunda lekin afzali aqlido. Wal muwarradi gullik kiyimlar bo'lsin. Walam tara Aishatu ba'san bil huli wa thawb al aswad wal muwarradi wal khuff lil mar'a. Shu o'tak maskaysin bo'ldi dedi. Hazrat Aisha. Yani bu erlar bilan ayollarning kiyimi o'xshamadi. وقال إبراهيم النخعي لا بأس أن يبدل ثيابه أهل قيمة المشتس بلدو ما كرولب كتة أنا المشتس ما أجل كتة أنا المشتس ما أنسيت يأجي وقب كتة المشتس قال ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده بدنك شاشوات كلام شوت ميدو تنقام ميدو لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هدي قرب الله جاير tegmagicha tajballar tamom bo'lmaguncha chachlaringlarni tushutmanglar degan. Qisqartishmi tushutishning hukmi bo'ldi. Shunga shu tahliquning ichida taqsirmi bor. Joyiga hadi şu
Makka Minada bo'lishdi. Hadiya olib olgan ekan, bu hadiyani joyiga olib Fidyani İmam Malik'nin nazarida nerede söz buldu? Mesela Mısır'da söz buldu. Yani şu mahzuratul ihram bağı, şu ihramda kıysan bulmaydigan işten birini qilsa, buni bir qo'y qon keldimi? İhtiyari ishning birisini tanlaysan deydi mesela. Qo'y qon kelsa, buni dunyoning nerede qon qilsan bo'ladi ekan, sen o'zing bilmaysa, fikrlar bersa. Lekin hadiya elib bağın, həcizməsən, hadiya elib bağın qurbalı. Hazır hadiya elib biriş yok. Şu minadilan set olmağalı, şu bankın pulunu ötküze koyup o hadiyasını koymaydı. Hadiya qurbalı olsan, acı, mesela tamattoya, kıran qaşında, boğuzlaydıgan, qurbalı qılıp qalsa, bunu zaten şu Mekke, Mina, şu etrafta qılması olmalı. Başlığa yürkeşmeli. Hazır durmalar, eşen boğuzlap kin göğsünü açıkçılık koygan başlayalgıya elip basak bulamdı da onu izline yapıyor, yürkeli ağırlı var. Lekin eşyada söyleyiş gerek. Lekin meyada mühim boğuna ne için çaç şüt kılınmaydı o? Ehramlı kağlar. Çaçının için şüt kılınmaydı o. Bu kıl rahatlanish ve çaçının çoğukta avara, biçare görünüşünün oğuşuştuğu var. Ecda aslında biçare avar çaştırımında çok biçare alatta Allah Teala'nın aldığı aslında birisi lazım. İslam dinimizde meynetçilik bunu yaktımaydı onu. Lekin muşa ahvalda sen aslında biçare alatı buluşun lazım. Bedende zaten çaç ve kan danasını çütüş ve kırıkıtış ya ki juluş ya köydürütüş kanda tarikide aslında ilvetse şeklinde var. Alimler nasıl itibak? Kaşlap çürütemdi, ya köydürüp çürütemdi, kırık çürütemdi, julup çürütemdi mi zor? Doğru itibak. Gene ulemalar itibakya görün, çaşını taraş haram. Kaçan? Çaşını tarasam çaş çıkıp ketişi mümkün, cezinleştirirse haram. Evet, tarasam düşmeydi deydiğen ahval bulup kalsa, mesela çeşin az. Mesela ya şimdi çeşbek kısa bazı adamlar bakar, çeşin tarasam çıkıp ketmeydi de cezinleştirirse, bunu da ulemalar da ihtilaflaşkan. Bundan itibak yagine çıkıp ketip kalıdı çeş, dep kalsa taraş haram. Tarap çıkıp ketip kalsa kan kıldı. Eğer düşmeydi de taraf kalsa ihtilaf var. Hanifi mezhepte yani okşaş haram. Çünkü hadiste menil hac ya Resulallah dese kala eşşa'atü tefil dedi. Zahiri karışta caiz bunda. Çatışıp etmesi tarası buldu. Çünkü Seyyid Bukhari'de yani Müslim'deki bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye in qudi ra'saki ve mtaşiti degan. Çeçenizi çuvab tarağın degandek bir buyruk kelgan. Şafii ve Hanbali mezhepte mekruh. Çünkü bu bir xil qaramliq qilishdan iborat. Tarisi balki tushib ketib qolsa, masalan, taragandan keyin tavaqqa chiqib qolsa, qon keldi deganga. Shu mekruh deydi. Şafii mezhepte ulamalar aqal 3 tal bo'lishi lozim. Ba'zi olimlar tushunishni masalan rubur ras deyish imkoni Abu Hanifa. Mashhada shunday dedi-ku. Masalan, 26 talta tushib ketgan bo'lsa, ashana har 4 birdan sanab qoladi-ku. Yo'q, hammasi bir. Lekin bu to'rtdan bir degan ma'noda o'tasi munosib emas, chunki oyatda "Vamsah biruusikum" deb ba'lan keldi, ba'lat tab'id. Dedi-ku, ma'noda unda bakan "Va la tahliqu ruusakum" deb bunda kelgan ekan, ar-rub yaqum maqamı kelgandek bunda bir o'lgan muslim. Yo'q, nasib edi, men shu sen keldi degan gap yo'q. Shu sen keldi, shunami? Ha, az bir qismi shu sen keldi dedi. İmam Şafii mesela bir tal tushsa qon kildi deb tushmaydi. Bunday ikki tal tushsa bunday deblandarim qilgan gap. Mesela İran'dan chiqqanlarda qanchalik qisqarsa, İran'dan chiqqan bo'lsa, tushib ketgan vaqtda qanchalik tushib ketsa. Ha. Shu azroq qisqarsa İran'dan chiqqan bo'lar. Mawsu'atul fiqh al-Kuvaytiyada إذا تيقن المحرم بسقوط الشعر بالترجيل يعني ترش فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ. Çeşim çıkıtıdı tarasam deb qalsa taraş harammış. Düşmeydi deb qalsa ondan bazı caiz, bazı haram, bazı makruh dedi.
sizlarni ish qilmaydigan taraflar, videolarni tushunayotgan taraflar tasdiqlanadi. Kitabda tushib ketganda ishni qilishi haromlik u bir gap. Agar tushib ketib qolsa, u kelishi aniq. Tarish bilan tushgandan keyin kelishi aniq. لأن فيه إزالة الشعر. Bu chashni tushitish nima uchun cheklandi? Chunki bu yerda chashning cho'qliqi, chashning ashunda maylanmagan holatda ashunda bir xil bo'lishini o'ngshaydigan, rahatlaydigan va shaklini tuzaydigan bir ish bo'lg'achqa. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل. Hadisda haj degan kim ya Rasululloh desa الشعث التفل degan. الشعث chechchoq. التفل va to'p o'sib ketgan yoki sal turg'andek holatdagi kishi edi. Uzun safardan bunda holatga kelgan. Burungi zamonda shunda bo'ldi. Hozir unda ma'lum darajada bo'ladi. İmam Ahmad ve Beyhaqi rivayetleri birisi Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anh rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan dedi. İnna Allah azza ve cel yubahi melaiketehu aşiyete Arafa bi ehli Arafa. Allah Teala ferishtalarga Arafat kuni kechda tushdan keyin dedi. Namoyishgacha Arafat tutgan ashhajilarni ko'rsatib Allah Teala faxrlandi ya deymiz. Ferishtalar ko'z qilgan. Ko'rdingmi ma'lum nima keldi, nima uchun bunda turadi bilamsizlar? Çünkü ferishtalar o'z vaqtida degan atajalu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima. Ne deganki andin ko'rdingmi? Ashuna avara holatda sochlari cho'q, bechora ashunda ehramlik nimasta mushunda yelinib turgan holatda ferishtalarga ko'rsatib ko'rdingmi deydi. Fayaqul unzuru ila ibadi qaranglarning bandalarimga atuni yoki atawni jauni shu'san g'ubra chashlar cho'q chang-to'zon bosib ketgan ashunda holatda uning rahmatimni va roziligimni tilab keldi. Imom Navoiy sanad sahih degan. Ash-sha'fu sha'siga asli bunda taqab ketgan, cho'lib ketganni ko'rsatgan so'z. Va muraduhu intisharu sha'r al-hajj. Bu yerdagi maqsad hajiningki chashlarining cho'lib ketishi. Fala yajma'uhu bit-tasrihi wad-dahni wat-taghtiyati wa nahwihi. Undan keyin bu sha's olti hajda maqsad qilgan bir holat bo'lg'achqa uni tarash orqali, maylash orqali va bir narsani yo'g'ilish orqali, do'pki yo'lish orqali yo'qotmaydi. Shunday qilib surmaydi, bilmazat surmasi bo'lmaydi, qani qo'yasi bo'lmaydi. Va taflu bis-sukuni ar-ra'ihatul kariha. G'ayr turaqni taflu deymiz. Va tafilu alladhi taraka istimalu at-tibi fatukrahu ra'ihatuhu. Atriyaq chiqib ishlatmay boshqacha turib qolgan kishini tafil deymiz. Val muhrimu kadalik. Ihrom bog'lagan kishi shunda holatda bo'ladi. Hozirmi ba'zi hojilar safarning jafosi va imkoniyat shunda bo'lishi mumkin. Safar tar va kazolar sababidan shunda bo'ldi. Qala va la yalbasu thawban mu'asfara va nahwahu. Zaranzi chichkida bo'yalgan, ya'ni usfur bilan bo'yalgan kiyimni kiymaydi va shunga o'xshash kiyimlarni kiymaydi. Biz yuqorida Ibn Umar radhiyallohu anhu hadisida "Wala thawban massahu warsun wala za'faran." Wars zarchiva dedi. Tamam? Za'faran zapa. Usfur zapaga o'xshash, lekin zaranzning chichki. Ko'rama zaranzning chichkini zapaga o'xshaydi. Sal jalliqroq. Bu vaqtda bo'yash tutilgan bir narsa. Hanifiy mazhabda usfur bilan va shunga o'xshash zapa, zaranzishki, zarchiva shunday narsa bilan bo'yalgan kiyimni kiyib bo'lmaydi ehromlik holatda. Nima uchun? Li'annahu tibun. Chunki bu xushbo'y. Yani bu narsaning bir rang va uni katlab bir xil ko'p buraydigan turqi bor. Shu buni muasfarning qandaydan ketdi? To'ykini ketdi. Abdurrahman ibn Avfning hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga ja'ahu alayhi athar sufra deb keldi. Bu asosan shu to'yda kiydigan kiyim deb endi odat bo'lib ketgan.
seriqroq qizg'och bunda rang bo'lishi mumkin. Bu kiyim andan ko'p buraydi, atirchisidan buraydi holat. Biz yuqorida Hazrat Aisha radhiyallohu anha Sobul Muasfarni kaysi bo'ladi deb qaraydi deb Sahih Buxoriyda keldi dedik, ama Shafiy mazhabda shu Hazrat Aishaning kelgan va boshqa kelgan asarlarga tayanib Muasfarni kaysi bo'ldi, lekin zarpa bilan zarchiva bo'lgan bo'lmaydi deb ayirdi. Hanifi mazhabda bir qatorda deb qaraydi. Lekin bunun ahvol qaraydi. Hanifi mazhabda Muasfarning endi bo'ygandan keyin turib bo'lgan bo'lsa bo'lmaydi deydi. Turib bo'lmasa mayli. Chunki bu yerda hozir bu tibmo tib emasmi? Shupraqmo shupraq emasmi degan masala. Shupraq qilib qolsa cheklandi. Agar shunda kiyimni kiyib qolsa bir qo'yib qon keladi. Hanifi mazhabda sahobadan kelgan ba'zi qarashlarni Muhammad bin Ja'far ibn Abi Talibning o'g'li Muhammad Hazrat Ali bilan birga shu yaqin arliqda to'y qilgan bu. Yig'ilib shunda bo'yalgan kiyim bilan kelsa Hazrat Osmon bilan cheklatgan. Va ma alimta anna nabiy sallallohu alayhi vasallam naha an labsil muasfar. Odatda ehram qolat emas, normal ahvolda naha anil muasfar degan unda cheklanma bor. Odatga holat cheklansa ehramli holatda albatta cheklandi qaraydi. Odatga olgan uchun cheklandi. Agar cheklansa bu xuddi ayollarning kiyimidek. Shuni erlarga bo'lmaydi. Muasfar desa asfar deb hozir unda sariq kiyim kiysa bo'lmaydi deb turadi. Sariq kiyim deb unda froksiz yoki zaransiz qilib bo'yalmaganni muasfar deymiz. Zaransiz qilib bo'yalgan bo'lsa muasfar. Ammo unda boshqa rangda bo'lgan bo'lsa asfar, safra. Zaranzning chechkininki turqimi shu zapa va zarchivaning turqiga o'xshaydi deb qiyos qiladi demakdir. Unda bo'lgandan unda qarasanglar, agar atir xushbo'y cheklandi desak, ehramli holatda g'ukkipraydigan atir suqini chiqib qoldi yoki xushbo'y buraydigan chas suqini chiqib qoldi cheklandi. Mesela qo'l yuvib bo'lganidan qo'l g'ukkipraydigan bo'lmaydi. Bir xil xushbo'y desa, buni qon kildi deyishim. Ne xatarligi. Abu tizimli bo'lmasmi? Ha? Ha shu ishlatgan so'qin. Juyinishda olsun, qo'l yuvishda olsun. Aslida purqi kuchli bo'lsa cheklaydi. Bilmak qolganligin. Bunda aslida bilmak qolgan farqi. Hajga borgan degan aslida ahkamlarni o'qib, joyini berish lozim. Endi muasfarni cheklandi dedi. Purqi bo'lganlik uchun, bu xushpuroq bo'lganlik uchun. Agar purqi bo'lmasa cheklanmaydi. Purqi yo'q, masalan, sariq rangi qolgan bo'lsa cheklanmaydi. Hatta mesela şunlaşqa, şuna لو كان غسيلا لا تفوح رائحته لا بأس به. Pak juytib furqini yo'qotgan bo'lsa, furaq turmaydigan bo'lsa, keys bo'lardi. Wala yughatti ra'sahu. Ihrom bo'lgan kishi, er kishi beshini yo'g'asi bo'lmaydi. Liqolihi sallallohu alayhi vasallam ihramur rajuli fi ra'sihi. Er kishining ihromi beshida bo'ldi. Yani ihramga kirgan kishi beshini ochib qo'yish kerak. Hatto uxlagan chog'da ochib turish lozim. Uxlagan chog'da yotqanni yo'g'asi bo'lmaydi. Yotqanda chunqamisi uxlamaydigan bog'i yo'g'asi bo'lmaydi. Qanday? Va asliga disqarsanglar ihramli holatda tugisidan yiqilib tushib, bo'yni sunib ketgan bir hoji haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Wala tuhannitu." Hanut ishlatmanglar. Hanut deganni dediq-ku, shu meyitni jugancha ishlatilgan aralashma, xushpuroq. "Wala tukhammiru ra'sahu." Beshini yug'manglar. Chunki u qiyomat kuni talbiya to'lgan holatda bo'ladi dedi. "Wala wajhahu." Yuzni yug'as bo'lmaydi. Er kishi shunda, ayol kishi shunda deyapman. Ayol kishi yuzni yug'as bo'lmaydi bo'lsa, er kishi albatta bo'lmaydi. Menga dalil shu. Bir tariqil avla degan. Imom Shafiy yo'g'asi bo'ldi deb qaraydi. Er kishi yuzni yo'g'asi bo'ldi. Mesela uxlagan chog'da yuziga bir narsa qilibdi. Beshi o'chib turdi. Yuziga bir narsa yo'g'asi bo'ldi. Yoki masx taqvosi bo'ldi. Yoki shunga o'xshashindi.
bu narsaning xulosa bo'ldi deydi. Lekin biz bo'lmaydi deb qaraymiz. Nima uchun desa, qiyas avlaviy وَلِأَنَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ yani shariat ayol kishiga yuzni yo'gashni harom qilib aytgan bo'lg'achqa harram alal mar'ati taghtiyat al-wajhi wa fi kashfihi fitna yuzni assa fitna bo'ldigan turuqliq yuzni yo'gisan harom degan bo'lg'achqa kana ar-rajulu bit-tariq al-awla kishiningki yuzi ochiq fitna bo'lmaydigan turuqliq yuzni yo'gib olsa albatta bo'lmaydi. İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani agar ko'p qismini yo'gib olsa qon kildi, az qismini yo'gib olsa qon kilmaydi. Chunki al-aktar yaqum maqamal kul degan bir prinsip bor. Endi deb qaraydi. Masalan, ba'zida og'zni yo'gibdi bir narsada. Xudoyolloh degan narsa og'zni yo'gibdi. Masalan, ya qistansizlik bo'ldi ya mikrob yuqdi mashqda qolganlardan kichik mashqim bor. Ya'ni mashqda qolsa az bir qismi bo'lganligi mayli deydi Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani. Lekin Hanifi mazhab qarashida shunga qon keladi. Ehtiyoj bor turib, kasal yuqdi degan bo'lsa-mu taqsa qon keladi. Chunki shu faman kana maridan aw bihi adam ra'sihi dediga shu kasal ashunda bulanmay qolgan ahvolda tushsa yaqindan qilsa qon keladi dedi. Bu shu kasal yuqdi majbur bo'lib qolsa-mu yana qon keladi. Şey Müslim'deki bir hadiste Abbas radıyallahu anh'a inna rajulan awqasat rahilatu awqasat degan tugisiyaga tashlab boynini sindiryapti degan bo'ldi. Va huwa muhrim famata faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Şey Müslim'ning mushir rivoyatida wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu deb kelgan. Wala wajh degan so'z yo'q rivoyatim bor, lekin bar rivoyatim bor, bu sahih. Bu hamda manda qarasak, ihrom bog'lagan holatda er kishi bo'lsa ham o'zini o'zi bo'lmaydi degan dalil bo'ldi bir taraf. Lekin bu yerda hayron qolgan bir ish bor. G'alati bir ish. Hanifi mazhab mesela mushun asliga kelib qo'ydi-ku, ihrom rajul fi ra'si degan. Shu hadisni demoqchi deylar. Lekin aslida aqliy dalil keltirdi. Hanifi mazhab musho wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu deganni dalil qildi. Dalillarning birisi shu. Lekin bular bu hadis mayit haqida keldi-ku. O'lib ketgan kishi ihrom bog'lab olsin, boshqa olsin, yuzini, o'lbeshini yo'gis bular deb qaraydi. Hadisning nomida, yani mayitning hukmida bu hadis nomida. Yani bunun ta'tir hukmini olsa, fa innahu yub'athu yawm al-qiyamah mulabbiya. Bu ihramli qatil bo'lg'achqa qiyomatda mush ihramli qatil qubudi, labbayk Allohumma labbayk deb ihramli qatil qubudi degandan keyin ihramli qatilda beshini yuzni yo'gaz bo'lmaydi ekan degan ta'tir hukmini bunda oldi. Bu o'likni kelgan desa, o'likning hukmida ishlatmay buni, tirikning hukmida ishlatdi. Endi Shafiy mazhabchi bu tan ta'tirni. Tirikning haqida buni ishlatmaydi. Yani tirik adam o'zlug'as bo'ldi, wala wajhu degan ishlatmadi. Lekin o'likning usta endi ihramli holatda endi o'lib ketgan bo'lsa, yuzni yo'g'iz bo'lmaydi. Ma bir g'alati ahvol. قال ولا يتطيب ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالختم. Ishtiroq ishlatmaydi, beshini va saqilini xitmi bilan yumaydi. Yani xitmini biz nimdo hozirgi zamon tilida shampo, chassopini. Bu nimadan iboratda? Aktar salat chiqdi, mayitni yuvishimiz chiqdi. Xitmi degan bir o'simlik. Buni qurtqandikimda suqab, nima qilsa shunda mag'zab chiqadigan bir sopindek narsa bo'ldi. Shuningda jumaydi deydi. Bunda juvsa bo'lmaydiganligida Hanifi mazhabda ittifoq. Lekin ashuni juqas qon kilamkan bu degan masalada Imom Abu Hanifa bu xushbirat doirasiga kirgan bo'lg'achqa agar shuni ishlatib qolsa qon keladi deydi. Sahiban bu xushbirat doirasiga kirmaydi. Lekin buningda juvsa badandagi hasharotlar qolsa o'ttirilgan bunda bir o'simlik bu, do'rdek narsa. Masalan 5 tutulib qolgan bo'lsa, ashuni jusi o'ttirilgan. Bunda bo'lgandan bu nimadan iborat desa, dunyasi o'ttiritish darsi kirdi. Bu xushbirat darsi kirmaydi. Masalan, badanda hasharot o'sib ketgan bo'lsa, do'rnak bilan zaharlik do'rnak shishib o'ttirayotgandek bir ish.
Bundan keyin buningga sadaf keldi, yani cho'qim qon kelishgan it'am mesela. U bunda nima qilish mumkin? Wala yaddahinu. Chechin maylamaydi. Mesela yağ olsun, may olsun, maylamaydi. Lianna fi zalika kullihi izalata ash-sha'fi. Çünkü bunda aşında çaşning çuvuqligini yo'qtilgan, tazliq qilgandek, aramlashdak bir ishli bo'ladi. Şuna şeklinde deydi. Yani o pırık yoktu, yağ olsun. Mesela siyadan yağı, o yağı, bu yağı degandek yağ olsun. Ya ki her xil çeşit soyulgan maylı var o. Her may olsun. Onun maylısı olmaydı. Şuna okşaş, ta pırıkını yoksulgan, çeşitligan narsa ya ki may sprey olsun mesela. Ya ki sürtülen may olsun. Okşaş, onun işlesi olmaydı. Şahsını yoktu bu ağaçta. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.